Mashina polni kraska bo'lgan 2016-yil, lekin puli arzonroq ekan. Shuning uchun qo'yayapman. Agar qiziqadiganlar bo'lsa. 2016 1.6 mokra asfalt rangda. Salonlariga hozirroq qarab olish kerak ekan. Buni motorlari qanaqa ekan buni? Moy yeydi, yemaydi, hadoylarda qanaqa? Kamchiliklarini gapiringchi. Kamchiligi aka faqat kraskasida bo'lmasa boshqa tomon hamma tomon. Ha. Bitta minus tarafi polni kraska bo'lgan. O'sha. 4ta baloni Atak lekin udarlari yo'q ekan. O'zim ham ko'rib chiqdim. Akkumulyator. Ichki salonida endi ozgina mehr beradigan ichki saloni baribir ichki saloniga ozgina mehr berish kerak. Bu gazda, benzinda yuradi, muammosi yo'q, ha? Yo'q, 100 talik metan gaz baloni bor. Konditsionerlar ishlaydimi? Konditsioner ishlaydi. Remini bor, remini o'tgan yil uzib qo'ydim. Qani bagajini ochingchi, bir ko'raylikchi. Bozor necha pul qildi buni? Bozor 3800 shunaqa. 3800 qilyapti. O'zingiz necha pulga beryapsiz? Aka naqd bo'lsa pul zaruri uchun 4000 bo'lsa berib yuboraman. 4000, ha? Bermaganingizga berasizmi? Bermaganingizga berasizmi? Yo'q, unga beraman. Atak pul bilan kelsa, savdo qilsa bo'ladi, ha? Bugun oxirgi o'zi bugun olib kirdim, bugun sotilsa sotiladi, sotilmasa olib ketaman deganman. Ha, qaytarib olib Ha, ketasiz. yo'q, prosta bugun pul zarur edi. Shunga sotishim kerak. Telefon nomerini aytingchi. 91 91lik 222 222 96 22, ha? Mana akalar Nexia 2 2016-yil 1.6 tirikchilikka bo'lsa ham olib tirikchilik qilsa ham bo'ladi. Mashinani holati yomon emas. Bitta aybi polni kraska bo'lgan, lekin udarlari yo'q ekan, ko'rib chiqdik. Suyagi butun ekan. Ha, suyagi butun ekan. Kimga qiziq bo'lsa, yuborib qo'yinglar, bosib olinglar.